Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Karimov Official. Bugungi o'yinimiz o'zbek mashinalari bo'ladi. Bu o'yinni yuklab olish uchun Telegramga ya Play Marketga kirib AutoSpeed deb yozsanglar, ko'k Cobaltni rasmi chiqadi. O'shani yuklab olasizlar. Atiga 313 megabaytga. Xo'sh, va biz boshladik. Onlaynni bosamiz. Men ham kecha yuklab oldim. Xo'sh, keldik. Qaytarib olamiz va men bu yerda salom deb yozib yuboramiz. Xo'sh, yo'q, qotyapti bu. Ana endi normalniy. Xo'sh, obunachilar o'tgan safargi videoda ko'pga tushib qoldi. Voy. O'tgan safargi videoyimda, ya'ni bir kungi videoyimda umuman obunachi kelmabdi, like ham bo'lmabdi. O'shanga voy. Chiroyli ko'rinadi o'zim. Voy, buni parod qildi. Hop, ketdik. Cobalt Legend obunachilar sizlarga qaysi mashina yoqadi? O'shani yozib qo'ying. Centra yoki Cobalt yoqadi, Cobalt Legend. Hop, ketdi unda. Drift qilamiz. Driftni o'chiramiz. Bu yerda futbol o'ynasa bo'lar ekan. Mashina bilan futbol. Voy, jalla, bunaqasini ko'rmaganman. Voy, nima qildim? Voy, ekan. Chetdan chiqa olmayaptimi bilmayman. To'xtaylar. Obunachilar, keyingi safar nima video bo'lsa yozib qoldiringlar. Biz esa boshladik. Doim bor, cheating bor. Rostdan ham obunachilar bittasida cheat bor. Observat cities only man urdan. Wow, Cobalt Legend edi. To'xtab chiqib qolman. O'zim davom etishmas, chiqishni bosamiz. Xo'p, chiqdik. Hozir men sizlarga o'yinni polni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ishlarigacha bu o'yinni ko'plar biladi, ko'plar bilmaslikligi ham mumkin. Bilmaganlar uchun. Xo'sh, chiqa qol tez. Nimaga chiqmayapti bu? Mana chiqdi. Bu yoqda Cobalt ochiq bo'ladi. $1500 ga
Spark, Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1, Damas 2106, 2107, Piora, Volga, Onyx, Gentra, Captiva, Malibu 8 gen, Malibu 9 gen, Kia K5, Dodge, Chester, ondan sonraki 63 AMG, Mercedes va Tracker, Tahoe, Equinox, Gelik, Escalade, X5, 3X, Buggy mi? B7 so'ng BYD, M-Tor, BMW M5, Challenger Mustang, Nissan GT-R, Corvette, Ferrari deb qo'yaveramiz buni. R8, Hyundai, xullas bu oxirgisi ekan. Lamborghini, yo'q, Supra bor ekan, Merc bor ekan hali. Mitsu 7, M8 ga o'xshamaydi-yu bu. Porsche va bitta bu qanaqa mashinaligini bilmayman. Xullas ko'p mashinalar bor ekan, obunachilar. Voy. Wow, zo'r mashinalar bor. Menga juda ham yoqdi. Xo'sh. Mana eng zo'ri. Spark va mana. Hop. Tuningga kelsalaringiz mana nomer degan joyi bor. Mana buni 90 qilamiz. Chunki men Xorazmman. 777 HM. Saqlashda bo'lsak saqlanmayapti, lekin menda obunachilar sizlarda saqlanishi mumkin menimcha. Xo'p, saqlanmayapti mana A402 AG. 90 bo'lyapti, lekin saqlanmayapti. 01 kirsak-chi. Bunda ham saqlanmaydi. Voy jalla. Faqat men bu oldidagi nomeri bo'lyapti, xolos. Manbalari bo'lmayapti. Mana bu rushnoylari bor. Bu ham futbolda voy. Bu ham shunday. Mana bu dekorativ narsalari bor. Hali bu mashinani juda ham tuning qilib tashlaymiz. Albatta siz kanalga obuna bo'lsanglar, tugatishni bosib chiqib, o'zimiz mana bu offline o'ynaymiz, chunki bunda pul bor, pul olsa bo'ladi. Qanday bo'lib qoldim men? Pul bor bunda. Pul ozgina pul to'playmiz. 800 bo'ldi, 600. Ketdi. Avtobusda bor ekan, o'ngda. Ketdi. 1000 ta bo'ldi. Bitta Spark olib oramizmi da? Yo'q, ozgina yig'amiz bunda. Qimmat mashina sotib olamiz. 200 dan beryapti. Bu juda yaxshi degani. 200 dollar beryapti. 200 so'm. Urinmadi. Ko'rdinglarmi? Urinmadi. Hop. Endi katta bor. Drift qilamiz to'xtaydi. Mana shu pulni
O'xshaman. Oz yostaman sizga driftni. Chotki bo'ldi-yu bu. Drift yonib ozgina aylansam ham drift qilaman, qaranglar. Voy, avariya bo'lmay ket. Drift yoniq, bemalol drift qilishim mumkin. Video oxirida bu o'yinni qanday yuklash tushunmagan bo'lsangiz, haligacha oxirida ko'rsatib o'taman. Qani bosamiz, davay bosamiz. Lekin men bu mashinalarni o'zbekchasi ekan, ya'ni o'zbek mashinalarini faqat biz haydolar ekanmiz. Men bu olimman u pulni. 2200 ta. Qachon 2300 ta bo'ldi? Xaritaga kirib bo'lmas ekan. 2200 ta edi, 2400 ta bo'ldi. Pul ko'p bo'ldi juda ham. Normalniy bo'ldi lekin. Men pulni qaysi mashinaga? Gentra musorga yo'q, Gentra musor mashina. Menga yoqmaydi Gentra. Xo'sh. Agar sizlar shu videoda nima qancha like qilsam bo'ladi? Sizlar shu videoga hech bo'lmaganda 50 ta like qilsanglar, Gentrachilar uchun Gentrani olib haydab tuning qilib chotki qilamiz. Sizlar Gentrachilar uchun faqat Cobaltchilar esa qaranglar, Gentrachilar ko'pmi, Cobaltchilarni bilib olamiz. Cobaltchilar like bosing, Gentrachilar komment yozing. Qani ko'ramiz. Gentrachilar yo'qmi yoki Cobaltchilarmi? Xo'p. 1500, 3000 ekan men bu bilya Nexus 3, Nexus 2. Menga ikkinchi o'rinda Nexus 2 yoqadi. Damas 6000 ga. Bitta 10x ga pul yig'aylikmi? Yo'q, mayli. Spark olib ko'ramiz. Sparkdan boshqasini Spark 1500 ekanda. Voy. Kerak emas, davay yana o'ynaylik. Bular nima? Polygon, shohi. Yashirin machok. Ha, duel. Xo'sh. Yashirin machok o'yini bor ekan. Bittasi yashirinadi, 3 tasi qildirar ekan. Qanday haydayapti bu mashinani? Ha, bu yashirinadi menimcha. Bonu chegan. Ha, mana endi. Nima bu endi? Voy. Kuvin tugadi ekan. Voy, mashinasiga tegish kerak ekan. 1500 ta berib 3900 ta bo'ldi. Voy. Zo'r bu pulni chachib yotirasan-ku bunda. Voy. Ana pul topishni yo'l obunachilar ko'ryapsizlarmi? Men zo'r bo'laman-da shunday. He. Va albatta sizlar keyingi safar nima o'ynashimizni yozib qoldiringlar. Xo'sh. Birga bir drang racing. Onlayn boshqa o'yinchilar bilan shahar bo'ylab poyga qiling. Xo'p. Chiqamiz, bunda hech kim o'ynamayapti. Va biz endi Nexus 3 dan olamiz. Xo'sh, biz pulni ko'paytiramiz va bugungi video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Video tugadi va keyingi safar nima o'yin chiqarishimizni yozib qoldiring. Xayr.